بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لبيك إسلامي لبيك لبيك قرآني لبيك Peygamber aleyhissalatü vesselam vafat bolgandan keyin münafıklar özlerini aşkarladı. Yalgandın Müslüman bolup alganlar özlerini aşkarladı. Ve İslam diyarlarının her tarafında İslam halifeliğine isyanlar başladı. Namaz okumaydigan veya ki namaz okumasak mı boludu deydigan, zakatını bermeydigan, zakatını biz peygamber vaktinde birdik, hem de bermesek mi boludu dep çıkkan ve nurgunlara peygamberlikni dava kılıp çıkıvagan insanlar peyda oldu. Ebu Bekir radiyallahu anhu bizning kuchimiz aciz, olağı tenkilenmeymeyiz dep o'tamadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam vafat bolgandan keyin Ebu Bekir radiyallahu anhu'nunki zamanında Mekke ve Medine etrafından başka Müslümanların kulunda bir zemin kalmadı. Başkalarının hemmesi ya namaz okuşunu terk etti, ya zakatını bermeydiganlıkını ilan kıldı, ya ki peygamberlikni dava kılganlarının ağzına kirip ketdi. Şunun için Peygamberimizin sahabelerinin bazıları Ebu Bekir radiyallahu anhu'ga mundaq dedi. Ya halifete Resulullah, ey Allah'ın Resulünün halifesi, ağlık babak, sen işkini itibağın. Velzim beytek, öyanında oltağın. Ve'abud rabbek, perverdigar, öyanında olturup sen perverdigarınga ibadet kılgın. Hatta ya'tiyekel yakin. Ya bu iş tüggen kadar, ya ki ahırda bir Allah bir çıkış yolu bergen kadar sen özüңni öňge takap, öňde Allah'a ibadet kılgın. Ey Abu Bekir digenler çıktı. Bu sahabalardan çıkan söz bu. Lekin Abu Bekir radiyallahu anhu bu degen sözlerge perva kılmadı. Allah subhanahu ve ta'alaga bolgan ümidini üzmedi. Allah subhanahu ve ta'ala'nın rahmetiga bolgan arzusunu kesip etmedi. Ve dedi ki: "Ayan qusuddinu ve ana hay." Men canlık durup, men tirik durup din kemeytilam diken. Bu qanday ketken bu? Degan sözünü qildi. Yana Abu Bekir radiyallahu anhu, Ömer radiyallahu anhu'ga mundaq dedi. Yani Ömer radiyallahu anhu, Abu Bekir radiyallahu anhu'ga Abu Bekir radiyallahu anhu bu zakat bermegenlerge uruş elan kılıp şular uruş kılışqa tayyorlik qilayotgan vaqtida Ömer radiyallahu anhu Abu Bekir radiyallahu anhu kelib, ey Abu Bekir, ey halifatu Rasulullah, Allah'ın peygamberi, siz bu işni qilmagan bolsangiz yoki bu ishni qilmagan bo'lsak degan shaklda Abu Bakr radhiyallohu anhuga xitob qilib kelgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu nima dedi? Mahya Umar,
Hay Ömer. Racautu nasratak. Ben senin yardımını ümit kılgandım. Vaceteni bi khidlanik. Seninki vayranlık halın bilen beni vayran kılmakçı oldun. Halik ep geldin sen. Acebbarun fil cahiliye ve havvarun fil İslam. Cahiliyette şunda korkusuz insan İslam'a kirgen vaxtida şunda korkak olamdı. Degan bu sözünü kıldı. Mâzâ asayte en eteellefehum bi sihrin mufta'il em bi şi'rin yuftara. Men olarni qanday qaytırman İslamga? Olaga yok yadın bir sihir icat kılıp olarni men qaytırıp ekilemdimen? Yaki toqama bir şiir bilen olarni men qaytırış qadir mı? Hayhat hayhat. Yak. Bundak bulmaydı. Mada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vanqata'al vahiy. Peygamber aleyhissalatu vesselam ketti. Endi bundan vahiy kemaydi. Fe vallahi la ujahidannahum mastamsaka sayfu fi yedi. Mening qilichim, mening qo'lim qilich tutalgan kadar men ular bilan jihad qilaman. Fe vallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati vez-zakah. Allah bilen qasam qilaman ki men namaz bilan zakatning arasini ayırgan insanlar bilan men jihad qilaman. Fe vallahi law mana'uni uqala ba'irin. Agar da ular meni tugünün toyuqidek bir narsani menga berishdan to'salsa ular men ular bilan urushiman. Agar ular o tugünün toyuqidek narsani Peygamber aleyhissalatu vesselamga berib mening zamonimda bermaydigan bo'lsa, men bular bilan urushiman dedi. Bu nima degan cho'ng so'z? Bu nima degan umid? Biz da'vatchi bo'lgan bo'lsak, Abu Bakr radhiyallohu anhuning jasarati, Abu Bakr radhiyallohu anhuningki bu umid var yolunun izinden minishimiz lazım. Faqala Umar radhiyallohu anhu dedi ki: "Ma huwa illa an ra'ayt." Senin kögünün toğra. Qad şarahallahu sadra Abi Bakr'in lil qital. Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakr radhiyallohu anhu'nun ki dilini cihatga içib etdi. Fa'amiltu innehu'l haq. Ben bu şunda qildim. Onunki bu haq ekanligini ko'rdim deydi. Mana bu Abu Bakr radhiyallohu anhu'nunki jasorat bilan kelgusiga umid bilan bog'liq qarg'anligining bir ifodasi, bir namoyandasi. Shuning o'xshash sahobalarning hammasi Abu Bakr radhiyallohu anhuga o'xshash edi. Bazı vaqtlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu Ömer radhiyallohu anhuning oldiga o'tib ketgan bo'lsa, yana bazı vaqtda Ömer radhiyallohu anhu yana kelgusiga umid bilan qaraydi. Biz musulmonlarmi? Biz da'vatchilarmi? Abu Bakr radhiyallohu anhuninki, Ömer radhiyallohu anhuninki, Usama radhiyallohu anhuninki, Zubayr radhiyallohu anhuninki izidan minib da'vatchi bo'lishimiz sifatimiz bilan atrofimizdagi insonlarga bo'libmi biz da'vat qilmoqchi bo'lgan insonlarga umid bag'ishlashimiz lozim. Ularga hamma narsani ta'tir o'rpamashimiz lozim. Hamma narsaga ta'tir qaraydigan qilmasligimiz lozim. İşlarning o'ng'idan ko'rishimiz lozim. Nurg'un insonlarimiz var. O'zini ayt yaxshi. Ammo onu desangmi bo'lmaydi, bunu desangmi bo'lmaydi. Hammani bo'lmaydiganini chiqarib o'tadigan gap. Onun için
biz umidlan bo'ladi ekan bizda. Kelgusiga umidlanib qaraydi ekanmiz. Biz inshaalloh bir kuni emas, bir kuni g'alaba bilan yengib chiqamiz inshaalloh. Biz da'vatimizni ijro qila olamiz. Üçüncü meselemiz bo'lsa, shundoq umidvar bo'ldik. Hamma narsaga umid bilan qaradik. Qaragandan keyin bu umiddan nima manfaatlar chiqadi? Qisqa qilib aytgan vaqtimizda 3 xil manfaat buni ko'ralaymiz. Yoki 4 xil manfaat. Birincisi Allah Subhanahu wa Taala hadis-i kudusida mundaq dedi. Ana inda zanni abdi bi. Mening bandamning gumonining yanida. In zanna khayran falahu. Manga yaxshi gumon qilsa, o yaxshilikni uningga beraman. Va in zanna sharran falahu. Mendan yaxshi yomonlik umid qilsa onun yomonlik bo'ladi dedi. Ya'ni Allah Subhanahu wa Ta'alaga biz qanchalik umidvor bo'lsak, Allah Subhanahu wa Ta'ala biz bilan pulle bulganligini, ishlarga qanchalik shumlik bilan qarasak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bizdan qanchalik uzoqlashganligining bir ifodasi bu. Onun için her zaman Allah Subhanahu wa Ta'alaga ümit bilan qaraydigan, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nimetini, rahmetini kutadigan insanlar bo'lishimiz lazım. Ümit onda özlikidan ham kep qilgan narsa emas. Ümit bo'lsa, Allah Subhanahu wa Ta'alaga cho'nqur iymon bo'lgan vaqtida, haqiqiy iymon, mu'min bo'lgan vaqtimizda, onundan keyin bizda ümit meydana keladi. Şunun için Allah Subhanahu wa Ta'ala her zaman müminlerin umidvar ekanligidan bahs qiladi. La yahzanun deydi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ola hiç gam endişe qilmaydi ola. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın yoluga ram bo'ladi degan oyatlarni, nurg'un oyatlarni keltirdi. Va hum la yahzanun, va hum la yahzanun degan oyatlarda. Yana Peygamber aleyhissalatu vesselam mandaq deydi. Ajaban li emril mu'min. Mu'minning şu ishiga ajabnish ki. Inna amrahu kulluhu lahu khayr. Yani qilgan ishlarning hammasi o'zining foydasiga yaxshilik qiladi. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Yani mu'mindan boshqa bir insonninki butun qilgan amallari yaxshilik qilib qolmaydi. Faqatlar mu'minning amalining hammasi yaxshilik deydi. In asabatu sarra shakar. Onunğa baxtlik kelgan vaqtida o Allah Subhanahu wa Ta'ala shukr tashakkur aytadi, rahmat aytadi. Va kana khayran lahu. Va bu onunğa yaxshilik olib kelgan bo'ldi. Va in asabatu darra'an sabar. Onunğa musibat kelsa ham yana sabr qiladi. Kelgusiga umid bilan qaraydi. Fa kana khayran lahu. Yana bu onunğa yeni yaxshilik olib keldiki, onunğa sabr qilganligining savobi bo'ladi. Birinci aladigan manfaatimiz bu. Yoki meyvesi bu. Umidvar bo'lishniki. Yana ikincisi, umidvar bo'lish insonning nafsiga va qalbiga bir rohatlik, bir baxtlik olib keladi. Kenglik, rahatlanib qoldi inson. Umidvar bo'lgan inson. Umid bilan qaramaydigan inson hamma narsaga shumlik bilan qarasa, o odam dunyoda siqiladi. Atrofidagi insonlarning hamma ishlarini gumon qiladigan bo'ladi. Qo'shnilari bilan yaxshi yashay olmaydi. Chunki o qo'shnilariga yaxshi ko'z bilan qaramaydi u. Yomon ko'z bilan qaraydi. Başka insanlar bilan suhbat elib boramaydi. Qilgan so'zlaridan tiriq chiqirdi chunki.
xatoga tavil qildi so'zlarini. Shuning bilan bu insonninki qalbi rahat olmaydi, ko'ngli rahat olmaydi. Bu odam davomli siqilish ustida yashaydi. Ammo umidvor bo'lgan odam, insonlarni to'g'riga tavil qilgan odam, qo'shnilarning muomalasini to'g'riga tavil qilgan odam bu rahat yashaydi. Go'yo uning dunyoda boshqa g'ami yo'qligidek, boshunda g'amsiz bir odamdek bo'ladi u. Bu insonning qalbini rahatlatadigan bir ish. Uchinchisi bo'lsa, umidvor bo'lish mu'minning qalbiga xushallik olib keladi. Shuning uchun Alloh subhanahu payg'ambar alayhisolatu vasallam "Iza qala ar-rajul halakan nas" bir odam insonlar halaklab ketdi desa, "Fahu ahlakuhum" dedi. O inson ularning eng halak bo'lg'uvchisi dedi. Yani günümüzde bir adam ölse veya ki bir adam kesellap qolgan bo'lsa, "Voy o'lgili qolibdi" deb manda gap qiladigan. Veya ki o'lgan bo'lsa, bir qanchadan birga o'lgan chiqaradigan. Azg'ina bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, "Voy, boshunda bo'lib ketibdi" deb onu yo'g'ontib yomonlikqa chiqaradigan insonlar chiq. Biz Müslümanlarda işlerin hakikatini sözleştiğini görüşümüz gerek. Hakikatini sözlesek, işlerin ağırlığını, hakikatini bilsek, çoğunluğunun hakikatini bilsek ve şu şekilde amel kılsak, şu şekilde söz kılsak, onun için biz rahatlayımız. Könlümüz rahatlaydı. İmam-ül Hattabi rahmetullahi aleyh bu yukarıdaki "İza qala ar-raculu halakan nasu fahu ahlakuhum" degan bu hadisni shunday tafsir qilibdiki, ma'nahu onun ma'nasi la yazalu ar-raculu yu'ibun nas. Yani bir adam insanlarni davomli ayıplaydı. Ve yezkuru masawihim. O insanlarninki nachar taraflarını davomli tilga olib turdi. Ve yaqulu fasadan nas. O insanlar buzulup ketdi, vayron bo'lib ketdi, halak bo'lib ketdi deydi. Fa iza fa'ala zalika fahu ahlakuhum. Agar shunday qilgan bo'lsa, o insonlarning eng halak bo'lg'usi o bo'ladi. Yani eng nachar holatdagi odam bu odam deydi. Bizning kunimizda bu. Vay bizning adamlarimiz o'lib ketib bardi, to'yib ketib bardi. Vay biz dunyodan yo'qolib ketib baramiz. Vay deydi. Ammo yo'q, tamam. Bo'ldi, unda da nima ish qilishimiz kerak? Desangiz, onu qilish kerak, buni qilish kerak, bu deydi. Ammo keling birga qilaylik. Barabar qilaylik buni desa, mening ishim bor, mening bunda ishim bor, bu deb sabablarni, bahonalarni ko'rsatib o'zini qochirdi. Bunday insonlar ko'p. Biz da'vatchilarda bunday xislatlar bo'lmasligi lozim. Yana umidvor bo'lish to'rtinchisi, mu'minni har zaman Alloh subhanahu va taologa qaytishga, Alloh subhanahu va taologa tavba qilishga elib bordi. Biz boshda payg'ambarlarning qandoq Alloh subhanahu va taologa duo qilganligini, payg'ambar alayhisolatu vasallamning qandoq Allohga iltijo qilganligini bularni ko'rdik. Yani Allohga bo'lgan umidi bo'lsa bir insonniki, unniki o inson Allohga duo qiladi. Bo'lmasa umidi bo'lmasa, Allohning rahmatidan, Allohning ne'matidan umidini o'zgan odam qanday duo qiladi? Qanday qilgan ishlarga tavba qiladi bu inson? Biz umidlar bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizga tavbamizni qabul qildi. Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Deyinki ey Muhammad, mening bandalarimga, ey bandalarim, o'zlarining nafslariga isrof qilgan insonlar, la taqnatu min rahmatillah.
Allah'ın rahmetinden ümidini üzmenga. İnnallaha yaghfiruz-zunuba cemi'a. Allah subhanahu ve taala günahlarının hemmini mağfiret kılıdı. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah bolsa bütün günahlarını mağfiret kılgıcı, insanlara mihri şefkat kılgıcıdır. Bu ayakiga vaqtimizda yana bizning aqlimizga halaqa Bani İsrail zamanında o'tgan 99 odamni o'ltirib bo'lib normal bir peshvoning yeniga berib, men bu shunday 99 odamni o'ltirdim. Menga bir tövbening yo'li bormi? deb so'rab bo'lgan vaqtida o odam, o peshvo, bilimsiz peshvo, sen qanday odamsan? 99 odamni o'ltirgan odamningmi gunohi ma'firat qilamdi ekan? Buningmi bu shunday bir ish qilm ekan? Buningmi yo'li bormi ekan bu yerda? O'tib bir adash deb yo'lga silib o'tgandan keyin o odam yana berib, onda qo'ysa 100lab ketsin deb 100-odamni o'ltirib bo'lib, ondan keyin bir olimning yeniga berib, men shunday voqeani beshini o'tkazdim. Menga tavba qilishning yo'li bormi? degandan keyin tavba qilishning yo'li bor albatta deb u olim palon yerga berib, shu yerda siz tavbangizni qabul qilib, Alloh subhanahu va taologa tavba qilib, gunohingizga istig'for tilab, shu kishining yanida tarbiya ko'rishingiz kerak degandan keyin bu odam shu olimning so'ziga binoan shu bordigan tavba qiladigan yerga qarab mangandan keyin yarim yo'lda vafot qilganligi, bu vafot qilgandan keyin bu odamningki tövbesini Allah subhanahu wa ta'ala qabul qilganligi, hatta bu odamni farishtalarninki talashib qilganligi, azab farishtalari mening adamim desa, rahmat farishtalari mening adamim deb shunday talashib qilganligi hadisda rivoyat qilinadi. Bu yerda nima chiqinimiz? Ya'ni jahil insonlarga tövbe qilishning ishlarini aytadi. Vay, bunda adammi tövbesi tövbe qilamdi bu adam. Bunda adammi yo'lga kirib qalamdi deydigan bundaq gaplarni qildi. Ammo da'vatchi hech bir insonga tövbesining yo'lini aytib etmaydi. Allah subhanahu va taolaning rahmatini hech qanday insondan, hech bir kimdan o'zishga hech kimning haqqi yo'q. Allah subhanahu va taolo nurg'ulgan insonlarni shundaq uzun zamandan keyin tövbesini qabul qilib, o'zining bandasi qatoriga olgan. Kunimizda nurg'un insonlar bor. Bu inson bu shundaq odammi bir hidoyat topib qolarmi deb shundaq savol so'raydigan insonlarimiz keyingi zamonlarda tövbe qilib, hidoyat yo'lini topib, Allah yo'lida jihad qilib o'lganlar bor. Bularni ko'zimizdan ko'rgan insonlarimiz bu bor. Onun için biz da'vatchilar har zaman kelgusiga umid bilan qaraydigan, insonlarga tabassum bilan qaraydigan, insonlar bizni ko'rgan vaqtida o'zining ko'nglida bir umid paydo bo'ladigan insonlar bo'lishimiz lozim. Shuning uchun Yusuf alayhisolatu vasallam turmadagi vaqtda shu atrofidagi insonlarningki umidi bo'lgan. Ya o'sha odamdan bir ish keladi ekan degan shaklda. Yani Yusuf alayhisolatu vasallamga o'xshash biz bu insonlarga umid bag'ishlaydigan, insonlar bizga ishonch qiladigan, insonlar bizga ko'ngilni bog'laydigan inson bo'lsak, haqiqiy da'vatchi bo'lamiz. Bundaq bo'lmaydi ekan, shumliq bilan ishlarga qarang'ulik bilan qaraydigan bo'lib qolsak, bizning da'vatimiz rivoj topmaydi. Allah subhanahu va taolo bizni kelgusiga umid bilan, nur bilan qaraydigan, Allah subhanahu va taolaning Qur'oniga amal qiladigan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning izidan, sahobalarning yo'lidan mangadigan haqiqiy da'vatchilardan, haqiqiy mujohidlardan qilsin va so'ng nafasimizni Allah subhanahu va taolaning yo'lida shahodat bilan olsin.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.